Elimi şu senin yalnız oğlunken davatı men. Pazar bir tatıp kalmışsın davatı men sizni. Yapın çürüp atam siz. Vay vay. O çıkma. Vay vay. Acaba çıkın da katına. Fıkan. Abi konuk kılmayın ben çıktım bir yerden. Makallarımın yoklarını hem de düşündüm. Aslında baş küçük kalpak yoğan. Ben inci kılap atak dikine fıkan. Kolunu kemmeyi zaman tırında fıkıca. Aka. Bu kolun kiliş tembesi nasıl semez? Mayada mukaddes kanunda kanun. Yapın şunu atam sen. Bak yapın çıka mı ha? O kanunumu sana okuyayım Adem yazgan hem bu özgertesek mamdı. Hey bak. Vananı çıktı hem ki çıkaya vadaş. Bak yapalım. Al can. Ben çıkayım. Bir kattımsın bu vasıl bunu kalırlar bir üstümüsün bu. Mana mushunga o'xshash bir qism odamlar o'zi kichikdan pulga tayinib bizning har xil yo'llarni ishlatib bizning bir qism kadrlarimizni yo'ldan chiqaryapti. Lekin meni shularga o'xshatib qolgan o'xshaydi bu o'z ko'ngilda. Qani ko'rmas. Sening puling kuchlikmi, qonunning kuchimi? Hey! Anvarjon bormi? Ha, Anvarjonmi? Tunuga neliqi aroq ichib qatnashmoqqa sodir qilgan neliqi shofirning tekshiruvlari chiqdimi? Ha. Nima? Ikkinchi qatimli aroq ichib qatnashmoqqa sodir qilishga? Ha, yaxshi. Men sizlarni qo'llayman. Cho'qim qatnash bexatarlik qonuni bo'yicha o'rdan bir taraf qilinglar. Shundoq bo'lsin. Ha, ma'qul. Ha. Qani ko'ramiz. Sening puling kuchlikmi, qonuning kuchmi? Tik tirq. Kiram. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xatolaşmasam siz Ovut akam bo'lsiz-ku deyman. Shundoq. Vuy! Ovut aka, ishxoningiz nimindaq chiroyli, nimindaq fayzi, nimindaq katta. Voy, ishton, odatdagidekmi bu? Iytakkan parkansiz. Sizning ishxonangiz bor-ku, men burun yotgan Hindu, Xaytili, Tajutyanning ayrim yotoqxonalardek katta. Ovut aka, sizga bor-ku. Ovut aka, sizga bor-ku, huquq biliq suv yaqinda yiqibdi. Qarang, chiroylaringizning val faqra ketganda. Ey Fukam, men sizni tanıyamadım-ku. Uy, Ovut aka, albatta tanimaysiz-da. Huquqingiz o'sgan yoqqa adam tanimasiz ketdingiz-ku tan. Huquqimning o'sganligi rost. Biroq shu huquqim o'sganning yog'i bu xizmatlardan bosh ko'tarmayapman da, Fukam. Uni ustiga toz xotirammi, toz joyida emas. Sizni qat'iy eski alomidim. Ovut aka. Bir malikingizni unutib qolmangizmi? Biz kichigimizdan bir malda o'ynab cho'ng'o'g'an. Keyin biz bog'u masayishxon sichani kendiki eshakchi malik ko'chib ketdik. Mandadan ha? Biz kichik vaqtlarimizda bog'u shapicholarni, og'chalamlarni, o'shiqlarni shunday o'ynaydik. Shu vaqtlar siz bek kapsizdingiz, bek eskidingiz, sarang. Rost demoqchimi? Kichik vaqtimizda mahallimizda bir to'p ushoq bolalar bo'ladigan. Xuddi bir qo'soqdan tushgan qarindoshlardek yaxshi o'tadi. Opammi, voy balam, sen kichik vaqtingda bek sho'xding deydigan. Kichik vaqtlaringiz bek sho'xdingiz. Biroq siz sho'xligingizni bog'u shuncha bolalarning ichidan mang'il qiladingiz. Siz bog'u minnatchi qitim bog'u çok seviyordunuz. Bakın. Ey Fukam, ben aldırayman dana. İşiniz bolsa tez-tezden. Onu qaytib ketin. Başka iş yok. Tırnağının töpüsteki lahçılık küçükene iş. Muşu akşam sizin 40 etkininiz şu. Ben kaçtım ha.
Siz qo'g'ladingiz, men qochdim. Siz qo'g'ladingiz, men qochdim. Kapni tutolamiz. Atam deb qo'g'inib ketdim. Shunga Shuni bilan Avut akam bilan muğunlaşmaqni uzun zamonlar bo'pti. Bir muğunlaşib kelay deb keldim. Bo'ptimi Avut aka? Voy uka. Muğunlaşqidek nədiki vaqtdaysiz? Bir qatnaş vaqasi chiqsa, kun-kunlab uyga qayta olmaymiz. Bal chaqalarimiz bilan o'tirib, bir vaqt tomoqni xotirjam bir yemaymiz uning ustiga. Ayollarimiz bechoralar bir vaqt tomoqni itib, bizni saqlab, engaklari chiqib qoldi-da, ha? Shu ayolning enki chiqib qoldi deb anglab, udul ishxonangizga muğunlaşqani keldim. Birdan muğunlaşayli Avut aka. Uy! Nimanda qo'polsiz? Kichik vaqtlaringiz, siz qo'pol kelsiz. Qattiq o'tay. O'tanchi. Ey, uka, ishingiz bo'lsa tez-tezdan. Mening yana qildigan ishlarim bor. Boshqa ish yo'q qarang. Akşam akamning o'g'li qatnash vaqasi qilib qo'ygan shuning bilan sizning qo'l ostingiz bilan uni tutib so'lab 15 kun otamizdan Xudoyim bermadi. Ha, manda da. Sizning eningiz kanda? Maqram. Bu eningizning 2-chi qatimli aroq ichib qatnash vaqasi sodir qilish ekan. Bizning qatnash atrofidagi soqchilarimiz buni qattiq bir taraf qilyapti. İtibitamu. Atmaydi, solaydi, eg'ir jarimani qo'ydi. Avut aka. O mening akamning yolg'iz bir tal jigirti, ashni bir ning qilayotgan bo'lsangiz, men bek ning qilib. Maqram. Men buni nim qilolmayman dang-a? Men bundoq qatnash vaqasi sodir qilgan bir harakatni qo'yib o'tish mening qo'limdan kelmaydi qara. Eng yaxshisi qaytib keting-a. Mumkin bo'lmasmi? Voy, mumkin bo'lmaydi dedim-ku uka. Mumkin bo'lmaydi, qaytib keting bo'ldi. Qat'iymi? Qat'iy mumkin bo'lmaydi, qaytib keting. Ozroq umid yo'q. Voy, umid yo'q, qaytib keting. Nima balo qoldi? Gap vres. Hey. Ay, shunday ish qilibdi. Jahonda mumkin bo'lmaydigan ish yo'q. Lamon nima qilyapti? Qo'yib beramsiz, qo'yib bermamsiz. Hey. Nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Qo'yib beramsiz, qo'yib bermamsiz. Hey, o'zingizni tutuling deyman. Bor. Mahmat o'rna. Qo'yib beramsiz, qo'yib bermamsiz. Astagfirullah, men nima bunday qildi? Hey, qarang bo'ldimi nima bu? Agar qo'yib bermaydigan bo'lsangiz, chiqlayman. Hey, men o'zingni tutuling deyman. O'zingizni tutuling deyman. Nima bunday qilsiz? Ilmik yo'q kamishsiz. Nima? Agar qo'yib bermaydigan bo'lsangiz, yo'q kamishsiz. Yig'layman. Hey! Sen meni nima ko'rib qolding-a? Sen mushuna vositlarni ishlatsam, meni qo'rqadigan deb ko'rib qoldingmi? Maqra! Yilg'o yo'qdan silib ekansan, tutun kiyimingni silvasanmi? Qo'yib bermayman dedimmi? Qo'yib bermayman. Xudoyim nima bo'la qoldim-ey mana uningga? Oy! Nimani qilganim ishini siqib. Qo'yib bersam bo'pti. Akamning yolg'iz o'g'il tug'u, qo'yib bersam bo'pti deyman-da. Pul bersam qilamiz bu. Qanday nima qil deyman? Agar mushni ham shu yo'pkamni yishib, vaqtlamaydan bo'lsam, o'g'il bo'lmay ketadi. Nimani tumliq qilib sirtliq qilmay buni. Sen? Ana sizlarnikimi? Xudoyim mana. O bir bayatınlı yağı. Ne mındak bunu bir yerler budayacakken sen? Sen de? Ha, hey. Eğer kişi durup muş işini kıkan değil. Namus kılsan şu ha? Sen mamanmış kılmışsın için. Kanun torda kısıtlaması. İp boşlara. Ayşanlar bak. Allah'ım aşkına. Uyuyun.